Bitta oila uchun ajoyib variant topib qo'ydim. Kamida birinchi qavatda hojona, hoji otalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Rayhonlarniki bu hovlisida mazza qilib yashaydigan xonadonimizda 3 xonali remonti yana bitta alohida tema bo'ladi. Bu mehmonxona qismi. Mehmonxonasini ko'ringlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Barcha mebel texnikalari jild, yangi, ya'ni masla deydi-yu moshinchilar. Xuddi o'shanaqa xonadonimizda va mana bu joyda 4-xonamiz, ya'ni bitta detskiy yotoqxona qilingan, oshxonasi balkonga chiqarilgan razdvijnoy eshiklar bilan o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli remontda did bilan qilingan xonadonimiz. Hop, buni koridoriga ham bitta e'tibor qilib ketasizlar, ya'ni bitta koridor orqali hamma xonalarga razdельный alohida kiriladi va mana bu joyda sizning yotoqxonangiz, ya'ni kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham hamma sharoitlar siz uchun tayyor qo'yilgan. Mana bu joyda esa bolajonlar uchun detskiy yotoqxona, ikkita dinamik kravatlari bilan qo'yilgan va mana bu joyda tualet va vanna razdельный joylashgan. O'zingizlar ko'rib baho berib ketasizlar. Xonadonimizda Chilonzor 11-kvartalda joylashgan, 3 xona, 4 xona qilingan, 65 kvadrat metr, $92,000 so'ralyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.